qaranglar, zaniyalarda kinolar olishyapti ekan. Mana orqasini ko'ramadim. Ajoyib kichkina qilib qurishgan ekan. Ichida o'qishchalari, makiyaj narsalar qilishadi. Mashinalari qarang. Mana bu mashinalar spetsialniy qilingan. Kinolar uchun. Furgonlar. Ajoyib, g'aroyib. Может, здесь какой-то актер сидит, но не знаю, или актриса, да? Mana как здание orqasi bor. Nyu-Yorkdagi dom bor zdание. Да. Yaxshi zdание mana shu. Qilingan ekan qarang. Yo'g'osdan qo'ndishadi. Oho, 33 ta ekan qizlarning qaranglar, 33-raqamni ko'ryapman. Unaqa qizlarlar ko'p ekan bu yerda. Katta ekan, deydi. Очень. Kino shunaqa. Yerda endi ming xil robotnik borda. Aktor bolalar zdaniyalar. Ajoyib. Oldin yoshligimizda ko'rib qo'yardik, bu nima bo'lyapti, bu yerda nima qilyapti, qanday qilib bilmasdik. Endi mana 40 ta kirib, hali kirmadimi? O'shalarni. Oddiy bunaqa nimalar mana. Mana уже ko'rib. Qayerda bu kinolar olingan, hamma biznes ko'zimizni aniqdan drilllar yetkazganiga shukr. Ko'ryapsizlar, qaranglar. Ajoyib. All right, folks, over here on your left in stages 30 and 31, we're working on a brand new season of The Voice. Some veteran coaches returning the lovely and talented Miss Reba McEntire. Yunus bilan tushdi ekan Well, she's Begarano. a busy lady. She's also Yunus